Hürmetli vatandaşım, ben sizlerge Yakup Bey'nin tercüme halini leksiya kılıp okup verip 3 kıtım mağlup oldum. Çünkü benim azıcık kameram bombaya kaldı. Açıral yapıldı verip bireye kubul kılanmayı vatılı işkincisi tünügen kaçözügen leksiyamdı ama onu bir tertip boyunca ayrım leksiya kılmay muhakeme leksiyamda koşulup gitti bu kameranın işi. Bugün yine sınıf bakımın birden avar bulduğun okşayma bir mezgil bunun karıganı kulağız haklısın. Bugün bana sınıf bakımın hem de bana kelge yerimiz Charles Bolger Anglia'nın Anglia'lik aktör Yakup Bey'nin tercüme hali. Sizlerge leksiya hazır. Asaslı şehirlerde karvandan qaytadan başladım cuma. Karvan saraydır aşk oldu. Qoqandan keldigan savdogarlar uchun maxsus bino qilib bergan Anjalliq savdogarlar sarayi yoki mehmonxonasi Qashqar shahri bo'yicha eng cho'ng va kishilarning toza diqqat e'tiborli qo'zg'aydigan qurilishlarning birisidir. Yakup Bey getta shahardagi har qaysi o'rinlar chakar bo'lib ishlayotgan nurg'un qirxtay. Laniya ki yeni Müslümanlarını karvansarayları qaraşqa ve bu yerge düşken kişilerini kütüşke koydu. Biz Yakup Bey'nin Angliya ve Rusya bilen bolgan münasibetlerinden bayan kılganda türlük sorular da tasdiqlangan soğudunu ve başka dostlarının belişkilişlerini ilgili sürüşünü özü enik maksat kılgan bir neçe soğudu şartnamesi üstüde tepsileyerek toxtulup ütümez. Biz hele Yakup Bey'nin armiyası, sakçı, adliye, memuriyet aparatları ve ordusunu gözden götürüp çıktı. Әмді yuqorida bayan qılınmagan birden bir mühim tema əmir qo'llangan moliya prinsipi qaldı. Her qandaq bir memleket üçün, hatta Asiyadagi bir memleket üçün aytganda, o özünün mustaqilligini saqlab qolish uchun aman muhim bosh kerimiga ega bo'lishi so'rar. Yakup Bey tamamen degidek urush sharoitida yashab, iqtisodiy jihatda bir necha qatim tasavvur qilg'isiz qiyin ahvolda qoldi. Harbiy xarajat kamchilik bo'lganlikda uning urush operatsiyalari zaif, ojiz bir xil holatga tushib qoldi. Ishonchlik materiallar qaraganda uning askarlarga berilgan maoshning ko'p qismi Turpan va boshqa joylarni talon-taroj qilishdan to'plangan boylikdan chiqim qilingan. Talon-taroj degan gapni qabul qilmayman men, juma bu Xitoy tarjimondan kelib. Onun daimlik çıkımı uruş xarajatining favqulodda eşib borganligi natijasida nayt ko'payib ketganlikdan uning maliyadagi kirim chiqim tangponglashmay qolgan. Tunga yig'iligi tugab savdo tijorat ishlari qisman asli kelgan chog'da uning moliya ahvoli yaxshilangan. Onun hakimiyetinin ahirki yıllardaki baş kerimide ihtimal eşinci bulgan buluş gerek. Her qandaq bir gaday padişahını xuşal kılıdığan aşı muvaffaqiyet erişken Yakup Bey acayip garayip vaqtliq çağrılanı qo'llanishga intayin ko'p sabr taqat qilishga majbur bo'ldi. Nurg'ulg'an ushaq to'salg'ilari ve odatdagi kichik masalalarni yengishda u o'zining odatdan tashqari iqtidorli ekanligini ko'rsatdi. Bu onun ilgili armiyani ve suiqasçılarni hepçillik bilen tizginlagan chog'lardiki ifade istinma qilishmaydi. Bu yerda u yana jo'ng'uliqlar uning qoldirib ketgan tuzilmaga zotli o'xshamaydigan bir xil tuzilmani barpo qildi. Jo'ng'uliqlar selishtirganda o jo'ng'uliqlardan gadoyiydi. Jo'ng'uliqlar faqat mal tovarlarda elindigan ozgina bosh kerimi bilanlar o'zlarining butun ma'muriy jihatga chiqimlarini to'liq qamdiyalaydi. Yakup Bey bo'lsa bunday muhim bosh manbasiga ega emas edi. O jo'ng'uliqlar yig'ib kirim qilgandek shunchalar nurg'un pulni faqat ham nomrod ham yarti yerim istilo qilingan joylarni undirib olishga majbur bo'ldi. Yakup Bey'nin şu işini kılalıqalıq ona da maliye veziri buluşqa layık maharetinin barlığını to'liq ispatlaydı. Bunu bizden bu alaylı hükmüranğa apirin o'qishimizning yana bir sababidir.
Agar biz onun maliye cihati ko'rsatgan turli tirishchanliklarining tarixini shuningdek muvaffaqiyat qozonmagan nurg'un filonlarni bir-birlab tafsiliy tekshiradigan bo'lsak, yaqinqi zamon Osiyosidagi eng foydali va eng qiziqarli tarixiy faktlarni birini cho'qim ichib beradigan bo'ladi. Yo'q, lekin mushundaq materiallar bo'lgan taqdirda Qashqariya bizga o'zining bunday tadqiqot materiallarini bermadi. Biz bu ishning yepchini o'zimiz egallagan materiallarga asoslanib izlanib ko'rdik. Yaqub Bag'ning ordu xarajati va xususiy chiqimlar jihatda qoldirib ketgan o'lgisini hozirgi zamon Osiyosiga boshqa hukmronlar o'zlashtirib oladigan bo'lsa, uningdan manfaat ko'radi. Ko'rdingizmi? Osiyoga o'lgi Yaqub Bag'di. İqtisodni tejash, tizimni qattiq yo'lga qo'yish va parch-purat chiqimlar ustidan nazorat qilish. Parch-purat chiqim qiladigan pullar yig'ib to'plansa, har qanday bir davlatning moliya kirimining ishonchisi yoki qizil raqamini belgilaydigan narsaga aylanadi. Yaqub Bag'ning ish harakatidagi ishga yetakchi prinsipidir. Yezigilik jihati intayin qaloq bir mamlakat. Qashqariyani ko'p yillardan beri davomlashib kelayotgan jidal mojaro va yig'iliqlar iqtisod va madaniyat jihatlarida intayin qaloq holatga tushirib qo'ygan edi. Lekin atalag'az ehtimol latin faylasuflarining iqtisodni tejash eng cho'ng kerimdir degan mashhur so'zining haqiqat ekanligiga cho'nqur ishongan bo'lish kerak. Shuni asla tutish lozimki, Yaqub Bag'ning o'z oldiga belgilab olgan vazifasi junguliqlarnikiga o'xshamaydi. Junguliqlar hamisha o'zining ojiz qo'shinlariga tajovuz qilish xohishda bo'lib kelgan bo'lsa-mu, lekin ularning maqsadi o'z imperiyasini kengaytirish emas. Balki kerim tapobat qilg'ili bo'ladigan bir parcha zaminga ega bo'lib olish. Yani xuddi bizden salaçı Anglo-Sakson ajdodlarimizdan mol-mulk tepib, beyish va tavakkalchilikdan fursatparastlik bilan birer cho'ng ishni vujudga chiqarish quyida jahonning hamma yerini kezib chiqqanidek bir ish bo'lib, junguliqlarmi dal shu niyatda yo bir xil qarishtirg'ili bo'lmaydigan qizg'in jasorat bilan butun Osiyo quruqligiga yomrab ketishgan edi. Shu vaqtdami? Bunda qilishga ularni ko'zi yetib turgan manfaat qiziq turdi. Ham harbiy jihati bilan shuhrat qozonish istiga daydayga soldi. İmparator Çellon cho'ng cho'llikda kesib o'tgani ko'ranglab ketgan bo'lsa, uning generallari bilan valiylar texmi amaliy manfaatlarni ko'zlaydi. Agar Turkistonni, mustamlik Uyg'uristonni mangu istilo qilish degan mushu nishoni oltindek nur chechib chaqnab turmagan bo'lsa, ular o'z imperatorni barliq kuch-quvvatini buningdan ko'proq foyda keladigan biror ishga qaritishga ko'ndirgan bo'ladi. Junguliqlar Qashqariyani besib olgandan keyin o'zining huquq martabasini o'stirishni asosliq maqsad qilgan bo'lsa-mu, ammo bu yerning boylik manbalarini tashkillikka talon-taroj qilib qo'rtib o'tmasdan butun diqqat e'tiborni bu yerning tabiiy boyliklarini taraqqiy qildirish qilib qartib, nihoyat oqilona ish qildi. Vah, bu xato ketdi bo'lgir efendi. Junguliqlarni oqilona ish qildi desa, men bundan qo'shilmayman efendim. Ular qo'llangan chora-tadbirlarni oldinga boblar tafsili bayon qilib o'tdik. Junguliqlar qarashliq joylarning 3 avloddan buyon gullab yashinishiga ergishib, junguliq mansabdorlar beyib ketdi. Bugungi Şinjan'da, Uyg'uristonda beyg'andek. Shuning bilan bir vaqtda xalqning ulardan kelishmagida ko'ronak topdi. Junguliqlar niyat ko'kmirallik qilganda, Tibetga kechirilgan, Tibet ko'kmirallik qilganda yo'lga qo'ygan prinsip asosan Qashqariyani boshqarishni o'z ustiga xili og'ir mas'uliyatni olgan edi. Bugungi Chinchivango Tibetdan kelgan edi. Ama ular kishini hayron qoldirg'idek sabr toqat ega bo'lganlikdan va bu yerni yaxshi boshqarganlikdan barliq mushkulliklarni yengib ketadi. Davlat xarajati va yerlik chiqimlar uchun elingan boj kirimi nihoyat ko'p bo'lg'achqa yaxshi tartibni uzun yillargacha ta'min etishga ham davlatni har jihatdan mangu yaxshilab ketishga yetadi.
Cüngülüklerin özlüğüden üstüge alga vazifesi Yakup Bek öz üstüge ilişki mecbur bolga vazifeden köp eğer idi. Lekin ular Yakup Bek iyi bulalmagan nurgun paylı şaraitler iyiydi. Cüngülükler sadakatmen ve zor armiyaga ega idi. Yakup Bek fakat bir hüküm şensiz alımlarla iyiydi. Bu alımlar afetning alameti görülsüli kesip ketdi. Yoki düşmanga taslim bo'ladi. Cüngülükler kudretli imperiyaning boyligini arq terak qilgan edi. Yakup Bek boşu özünün zihni kuvveti ve iradesinden başka hiç neresi ega emas edi. Ya Xudo bergan kuchganda Yakup Bekka. Bulup mu muhim bolgani shuki cüngülükler özünün kuch kudretini aşırıp baralgıdak imkoniyatga hem hareket edip baralgıdak obro'yga ega edi. Halbuki Yakup Bek harbiy tavakkalchi deb qaralatdi. Tungallarmi, xo'jalarmi uni ko'ziga ilmaydi. Vaqaning mohiyati cüngülüklerin en çok zihni kuchini soda tijorat qartishga imkon berdi. Yakup Bek bolsa köp yıllardan buyon harbiy kuchini mustahkamlash va qudratli bir doimiy armiya qurup chiqish ko'yida yurdi. Yakup Bek mana qatışıptı. Şunu o köp yıllardan beri hamma pulni faqat askar tarbiyalash va qurol-yarog' sotib olish uchun sarf qildi. Bu o'g'ilvaldan qildigan ish ekan. Rossiya yoki Afg'oniston va yoki Tungallar uni tahdid solgan chog'da u hamisha nurg'un pul xarjlab tahdidga uchragan joylarning mudofaa liniyasiga qo'rg'on yasatdi. Ammo uning asosli chiqimini armiyaga saqchilik tuzumi orqali o'zining xonadonligini saqlab qolish